Bilarmidingiz? Samolyot qo'nish paytida uning shinasi yerga taxminan soatiga 300 km tezlikda tegadi. Lekin shunga qaramay, u na yoriladi va na sirpanib ketadi. Buning ortida juda maxsus texnologiya bor. Samolyot shinasi kichik ko'rinsa ham, u juda mustahkam va high-tech materiallardan tayyorlangan. Asosan sintetik rezina va kevlar tolalaridan qilinadi. Ular esa ulkan bosimga chidamli. Qo'nish vaqtida shinaga minglab kilogramm og'irlik tushadi. Shu sababli bu shinalarga 250 dan ham yuqori bosim beriladi. Bu esa oddiy mashinalarning shinasidan taxminan 6 barobar ko'p degani. Faqat shu bilan cheklanib qolmaydi. Har 100-150 marta qo'nishdan keyin shinalar almashtiriladi. Xavf bo'lmasligi uchun ayrim hollarda ularga qaytadan rezina qoplab yana ishlatishadi. Yana bir qiziq jihati, samolyot shinalarida oddiy mashinalardek chuqur izlar, protektor bo'lmaydi. Shuning uchun ular yerga yaxshi yopishadi va tez yedirilib ketmaydi. Endi savol, sizningcha bunday tezlik va og'irlikka chidaydigan shinani yasash osonmi yoki bu haqiqiy muhaddislik mo'jizasimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.